Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan mana o'sha Veko Minecraft do'stlar. Bugungi videomizda previewdan ko'rgan edik. Minecraftda afsona bo'lmish Dream tarixi 2-partda olamiz. Agar birinchi partni ko'rmaganlar uchun video opsiyasida havola qoldiraman do'stlar. Bugun biz Dream haqida 5 ta mif va 25 ta faktlarni aytib o'taman do'stlar. Agar sizlar Dreamga qiziqsanglar, kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga Dream eng zo'ri daqovis unchamas deb yozib ketinglar. Unda men bugungi videoni boshladim do'stlar. Dream haqida birinchi fakt. To'liq ismi Clay, familiyasi ommaga oshkor qilinmagan. 2. Tug'ilgan sanasi 2000-yil 12-avgust. 3. Millati amerikalik. 4. Dream mashhurlikka Minecraft Manhunt videolari orqali erishgan. 5. Dream SMP u yaratgan Minecraft roli o'yin server bo'lib, juda mashhur bo'lgan. Bu shaxsiy Dream o'zini server ochmaganlar uchun. 6. Snap va Georgie Not Found Dreamning eng yaqin do'stlari va ko'p videolarida ishtirok etishgan. 7. Dream o'z yuzini 2022-yilda ilk bor ochgan. Keyin 2023-yilda yana niqobga qaytgan. Sababi noma'lum. 8. Dream Minecraft Speedrunner va Hunter seriyasini boshlagan. 9. Dreamning YouTube kanalida 30 million obunachi bor. 30 milliondan ko'p obunachi bor ya'ni. 10. Dreamning musiqiy ijod bilan ham shug'ullangan. Dream Mask degan qo'shig'i mashhur. 11. Dream 2019-yilda YouTube'da portlagan. 12. Dream o'z Minecraft skinida yashil niqob kiygan bo'ladi. 13. Dream tez modli videolar yaratgan. Masalan, kuchli Hunterlar TNT ko'paya boshlaydi va H.K. Bu nimaligini o'zim bilmayman. 14. Dream Twitterda faol bo'lib, ko'p marta trendga chiqqan. 15. U bir necha marta Minecraft speedrun bo'yicha rekord o'rnatgan. 16. Dream SMP'da Technoblade, Tommy Init, Turbo, Valbersot va boshqa mashhur youtuberlar ham ishtirok etgan. 17. Dream o'z jamoasi bilan The Dream Team deb nomlangan. Ya'ni muxlislar ularni shunaqa nomlashadi. 18. Dream katta auditoriyani bir yil ichida yig'gan. Bu rekord. Bunaqa rekordlar bizga ham nasib qilsin. Obuna bo'lsanglar, mana shu rekordlar qilamiz biz ham. 19. Dream hech qachon rasmiy Minecraft bilan ishlamagan, ya'ni rasmiy tarzda Minecraftni sotib olib o'ynamagan, lekin Mojang Dreamni tan olgan. 20. Dream YouTube Shorts, Twitch va TikTokda ham mashhur. 21. Dream YouTube'dagi eng tez rivojlangan o'yin kanallaridan biri. 22. Dream har doim o'z muxlislariga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. 23. Dream ba'zida Minecraft serverlarida yashirincha o'ynagan, ya'ni uni muxlisi tanib qolib, mazgisini qon qilmasligi uchun bo'lsa kerak, yana bilmadim. 24. Dreamning o'zini tahrir va montaj jamoasi bor, lekin ba'zida o'zi ham montaj qiladi. 25. Dream boshqa kontent yaratuvchilar bilan ko'p qallobliklar qilgan, ayniqsa Technoblade bilan. Ya'ni ular har xil serverlarda birga o'ynab, Bedwars'ni portlatishgan. Shuni aytibdi. Tag'in kommentda negativ yozib xato tushunib o'tirmanglar. Bo'ldi bolalar. Men Dream haqidagi 25 ta faktlarni tugatdim. Endi Dream haqida 5 ta mif va 5 ta afsona qoldi. Agar tayyor bo'lsanglar, men birinchi mifni boshladim. Dream hech qachon o'yinda o'lmaydi. Bu afsona, ammo uning Manhunt videolarida juda ko'p marta o'lishdan qochib qutulgan, ya'ni o'lishga ozgina qolganda tirik qolgan. Ikkinchi mif. Dream Minecraftni 10 yoshida boshlagan. Haqiqatan ham u yoshligida o'ynagan, ammo bu afsona sifatida tarqalgan. 3. Dream Mojang ishchisi degan faktlar bu noto'g'ri. U hech qachon Mojangda ishlamagan. 4. Dream o'z serverida cheat ishlatadi. Bu haqda tortishuvlar bo'lgan, ammo isbotlanmagan. Ya'ni bu haqiqat bo'lishi ham mumkin, haqiqat bo'lmasligi ham mumkin. O'z fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Bitta mifga ko'ra, 5-chi mif. Miflarga ko'ra Dream haqiqiy hayotda ham niqobda yuradi, lekin faqat kontent uchun niqob kiyadi. Haqiqiy hayotda yo'q. Ya'ni Dream
Dream haqida mana shunaqa yolg'on afsona bor ekanki, Dream haqiqiy hayotda ham Minecraftda ham niqobda yuradi deyishadi. Lekin haqiqiy hayotda faqat kontent uchun niqob kiyadi. Haqiqiy hayotda niqob taqmaydi deb yozilgan. Lekin haqiqiy hayotda ham maska taqadi, chunki video olishda taqadi-ku. Mana do'stlar, bizda atigi 5 ta afsona qoldi. Sizlarga agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Chunki agar sizlar bu videoga 500 tadan ko'p like yig'sanglar, men Dream haqida faktlarni 3-anaqasini partini ham chiqaraman. Unda men afsonalarga o'taman. Birinchi afsonamizga ko'ra, Dream hech qachon haqiqiy yuzini ko'rsatmagan. Uning yuzi faqat bitta odam ko'rgan deyishadi. U raqamni yechsa, Minecraft yo'qoladi deyishadi. Haqiqiy yuzini ko'rganlar jim bo'lib qolgan. Niqobini kuchli tutadigan sehr ekan deb aytishadi. Lekin bu shunchaki afsona. Ishonib o'tirmaylar. Ikkinchi afsonaga o'tamiz. Ikkinchi afsona Dream va tezlik afsonasi. Dream Minecraftni 1 daqiqada tugatgan deyishadi. Hatto Ender Dragonga ham ko'rinmasdan drakonni o'ldirib, Minecraftni tugatgan. Uning harakatlari fizikani inkor etadi. Bu tezlikdan Notch ham hayratda qolgan. Dream Minecraft olamining yakkayu yagona soyasi deb aytishmoqda Reddit saytidagi afsonada. Biz unda 3-afsonaga o'tamiz. 3-afsona kodlarni o'zgartirgan inson. Dream Minecraft kodini teskari yozib, yangi dunyo yaratgan. O'sha dunyoda faqat u va bir noma'lum mavjudot bor. Kim o'sha dunyoga kirmoqchi bo'lsa, yo'qolib ketar ekan. Bu dunyo Dreamscape deb ataladi. Faqat tunda Minecraftda sirli eshik orqali ochiladi. Bu juda ham qiziq afsona ekan, lekin men mana shuni videosini qidirib ko'raman. 4-afsona Dream va yo'qolgan jangchilar. Dream bir marta o'z jamoasi bilan o'yin ichida g'oyib bo'lgan. Ular endi sirli qasrni topishgan edi. Shundan beri u yerga borgan hech kim qaytmagan. Dream yolg'izgina qaytib kelgan bir o'zi, ammo boshqacha. Dreamning ko'zlarida endi boshqa bir sirli mavjudot bor edi va u yovuzlikni istardi. Bu afsonamiz juda ham qo'rqinchli va juda ham mistik qiziq ekan. 5-afsona Dreamning ikkinchi soyasi. Aytishlaricha Dreamda Reverse Dream nomli egizagi bor. U faqat tunda va oy chiqqan payt paydo bo'lardi. U Dreamni almashtirib video yozadi deyishadi. Shuning uchun ba'zan Dream g'alati harakat qiladi. Haqiqiy Dream qaysi biri hech kim aniq bilmaydi. Mana do'stlar, bugungi videomiz mashinadan iborat edi. Sizlarga video taassurot qoldimi yoki sizlarga yoqdimi? Agar sizlarga qanaqadir qiziq bo'lgan bo'lsa yoki o'zingizga yangi ma'lumot olgan bo'lsanglar, men xursandman. Kanalga obuna bo'linglar, xayr, sog' salomat bo'linglar. Videoga like bosib, komment yozib ketinglar.